tarnadira muxlislar. Mana bu modalasi 15 kg 3 ming drabilkamiz zakazga tayyorlandi. Bu drabilkamiz Surxondaryo viloyatiga ketyapti. Surxondaryo viloyatiga 15 kg 3 ming оборот. Hampalari alohida spesialni yasalgan. Zakazga qilib beramiz. Shunaqa sig'imi 150 kg bo'lgan, hozirda 57 kg bug'doyimiz bor. Soatiga 1,5 tonnadan 2 tonnagacha chiqaraveradi, xudo xolasa. Kerak bo'lgan bo'lsa, mana nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Yo'qmi? konteynerga yoki biron xonaga to'g'irlab qo'yilsa, bog'lasa, bunaqa uchga tekkan uylar ham atrofga tushib ketmaydi. Iloji boricha xonaga to'g'irlagan ma'qul. Atrofni xuddi tangitasi, dizayn mavjud. Hatto aholi yo'q. Bitta kanal zonasi atrofida molxonalar, shunaqa narsalar. Bizda to'g'imizda pastroq transportimiz zalingizda final ayasizlarda, fermalaringda transportlarning o'zlariga qarab yaqin bo'lgan bo'lsa, bundan ham tezroq chiqaradi. Hisobiga ozgina tiqilish bo'lib qoldi. Shu hisobiga vaqtimiz cho'zilib qoldi. Lekin 60 kilo bo'yda 3 minutga qolib qolmasdan chiqaraveradi. Maydali ekilayotgan bo'lsa, mana bag'da bu holatdalari ham bor. Bu holatga kelgani ham bor. Agar buni xonaga to'g'rilab qo'yilgan bo'lsa, bunday hamma bu holatda esa hammasi xonaning ichida qoladi. Bu bo'lmasa bag'da sechkasi ham bor. Lekin buni masalan molga qo'yiga bemalol bersa bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Mana shunday aloqa qilib kerak bo'lgan bo'lsa, Chorvalarning tornado bilan rivojlantiring.